Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Rostchilik. 822-savol. Rostchilik qanday xuluq? Javob. Rostchilik payg'ambarlarning, mu'minlarning va yaxshilarning odati bo'lgandek yolg'onchilik munofiqlarning odatidir. Payg'ambar alayhissalom munofiqlarning sifatlarini bayon qilib mundaq degan: Munofiqning alomati 3 dir. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa uningga xiloflik qiladi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. 823-savol. Rostchilikning islomdagi o'rni nima? Javob. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Sizlar menga 6 ishda kafolat beringlar. Men sizlarga jannatni kafolat qilaman. So'zlaganda rost so'zlanglar, va'da qilsanglar uningga vafo qilinglar, omonat tutsanglar uni vaqtida ado qilinglar. A'zoyinglarni zinodan saqlanglar, ko'zinglarni haromdan saqlanglar, qo'linglarni yomon ishlardan va haromdan yig'inglar. Imom Ahmad rivoyat. 824-savol. Rost so'z bilan yolg'on so'zning alomati nima? Javob. Payg'ambar alayhissalom rostchilik, xotirjamlik, yolg'onchilik bearomlikdir degan. Imom Tirmiziy va Imom Ahmad rivoyati. Chunki inson rost so'zlaganda xotirjamlik va bir xil rohat his qiladi. Tashvishlanmaydi hamda rost so'zlashda hech qancha taslik yoki o'ng'aysizlik his qilmaydi. Shikillanmaydi, duduqlamaydi. Ammo inson yolg'on so'zlashda qiyinchilik tortadi. Hatto ba'zi sharoitlarda chekisidan taraqadi. Chiroyi tabiiy bo'lmaydi. So'zlari ancha qamlashmaydi. Yolg'onchiligi oshkora bo'lib qolishdan tashvishlanadi. Har qancha so'zga usta va yolg'onni qamlashtirishga moyir kazzoblarmi baribir bilinib qoladi va bir kun rasvo bo'lmay qolmaydi. Yolg'onchining quyruqi bir tutam degan so'zmi bekorga aytilmagan bo'lsa kerak. Yuqorqi hadis payg'ambar alayhissalomning mo'jizlik so'zlaridan bo'lib, oyatlik musofalari bu so'zning haqligini isbotlab kelmoqda. Chunki bu so'z mayli kuffar, mayli musulmon har qanday odamning nazarida haq so'zdir. 825-savol. Yolg'onchilikning xiyonat turi qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Eng chong xiyonat seni rostchil deb biladigan birisiga yolg'on aytib, uni ishontirishingdir. Abu Davud, Imom Ahmad rivoyat. Sizga yuragidan ishonadigan, sizning qandaqli bir so'zingizning rostligidan qilch shaklanmaydigan do'stingizga yolg'on so'zlashingiz, uning sizga bo'lgan chin ishonchiga va do'stligining hisobiga qilgan eng chong xiyonat emasmi? 826-savol. Yolg'onchilikning eng chong xatri qaysi? Javob. Yolg'onchilik odamni iymondan chiqaradigan yomon xuluqdir. Payg'ambar alayhissalomdan mu'min odam qo'rqinchoq bo'lamdi deb so'raganda, ha deb javob bergan. Yana mu'min odam bexil bo'lamdi deb so'ralgandimi, ha deb javob bergan. Ondan mu'min odam yolg'onchi bo'lamdi deb so'ralganida, yo'q deb javob bergan. Imom Malik rivoyat. Chunki birovning qo'rqinchoqligining yoki bexilligining ziyni ko'pincha u kishining o'ziga bo'ladi. Ammo birovning yolg'onchiligining ziyni ko'pincha boshqalarga bo'ladi. Yolg'onchilik insonlarni tasavvur qilib qo'yg'isiz ziyon zahmatlarga uchirtadi. Shunga uning gunohimi og'ir, jazosimi qattiq bo'ladi. Yolg'onchining haqiqiy ma'nodagi mu'minlardan bo'lolmaydiganligi yolg'onchilikning gunohning cho'ngligini bilish uchun yetarlikdir. 827-savol. Haqiqiy rostchilik qaysi? Javob. Hijriya 3-asrning ulamolaridan Junayd mundaq degan ekan: Haqiqiy rostchilik yolg'ondan boshqa narsa seni qutuldirolmaydigan sharoitda rost so'zlashingdir. Rostchilikning insonni hamisha qutqizuvchi ekanligida shak yo'q. Rost so'zlagan nijot topadi degan mashhur so'zmi shuning uchun aytilgan bo'lishi mumkin. Qutulish uchun yolg'on aytishdan boshqa chorasi qolmagan odamningmi rost so'zlashi talab qilingan yerda oddiy ishlar uchun, hatto yolg'on aytmasimi hech qanday ziyon bo'lmaydigan ishlar uchun yolg'on aytayotganlarni nima degili bo'lsin? 828-savol. Rostlikqa odatlanishning yo'li nima? Javob. Shaksizki, odam o'zida rostchilikni yetildirishi uchun oldi bilan Alloh taologa taqvolik qilishi, ya'ni har ishda Allohning ko'rsatmalari ichida harakat qilishi va Allohning g'azabiga loyiq bo'lib qolishdan qo'rqishi, ondan rostchil, taqvodor, yaxshi kishilar bilan o'ltirib qo'pishi lozim. Allah Taala Qur'on-Karimda: "Ey mu'minlar,
Allohga taqvodorlik qilinglar va rostchilar bilan bo'linglar deyish orqali rostchilikning taqvolik ekanligi va rostchilar bilan bo'lishning taqvolikqa yetishning yo'li ekanligini ko'rsatib bergan. Sura Tavba 119-oyat. Rostchilikning taqvolik ekanligi va rostchilar bilan bo'lishning taqvolikqa yetishning yo'li ekanligini ko'rsatib bergan. Rostchilikning turlari. 829-savol. Niyatdagi rostchilik qanday bo'ladi? Javob. Niyatdagi rostchilik qilmoqchi bo'lgan har qanday bir ishda Alloh roziligini ko'zlashdir. İnsan har ishda Alloh roziligini ko'zlash orqali odatdagi dunyolik ishlarini ibodat qatoriga o'tkazalaydi va savobga erishtiradi. Shundaqla bu yaxshi niyatning barkati bilan maqsadiga yetadi. Demak, yaxshi niyat odatni ibodatga o'raydigan sehrli xislatdir. Yaxshi o'rganish qilib, yaxshi o'qib dinimga, vatanimga, xalqimga va insonlarga manfaatli odam bo'laman degan niyat bilan dars muzokir qilgan o'quvchi boy bo'lib oilamning ehtiyojini haloldan qamdayman, xayr ehson va sadiqalarim bilan Allohning yo'qsul bandalarining beshini silayman degan niyat bilan ishlagan tijoratchi ishimni qaytarqinib rivojlik qilish orqali haloldan topganlarimni oilamga sarf qilaman degan niyat bilan kasb qilgan hunarvan vazifamni qaytarqinib to'g'ri yo'sinda va haqiqiy ishlash orqali olgan maoshim bilan o'zimning va oilamning ehtiyojlarini qamdayman degan niyat bilan ishlagan kodir yoki ishchi turmush qurish orqali harom ishlardan saqlanaman va diyonatli bir oila qurib chiqaman degan niyat bilan o'ylangan qiz yigit albatta Alloh taolaning savobiga erishadi. 830-savol. So'zdagi rostchilik qanday bo'ladi? Javob. Payg'ambar alayhissalom hamisha ey Alloh, menga rostchil til ato qilgin deb duo qiladi. Imom Tirmiziy va Ahmad rivoyat. Balalik davridan boshlab rostchilligi bilan tonilgan, hatto kuffarlarmi uning rostchilligini tasdiqlaydigan bir payg'ambar bu duoni o'qigan yerda biz kech-kunduz bu duoni o'qib Allohdan bizni rostchil bandalardan qilishini tilashga qanchalik muhtoj bo'layotganligimizni bilamsiz? Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Rostchil tijoratchi qiyomat kunida payg'ambarlar, rostchillar va shahidlar bilan birga bo'ladi. Ibn Majah, Ibn Ahmad rivoyat. Bu hadis hunarvan, ishchi xizmatchi, dehqon, chorvachi qatorliq rizq yo'lida yurgan har qanday kishiga qartilgan bo'lib, rostchillar qanday ish bilan yoki qanday joyda ishlagan bo'lsin, payg'ambar alayhissalom bishorat bergan rostchil tijoratchiga qo'shiladi. Chunki rostchillik har qanday joyda, butun ish harakat va gap so'zlarda talab qilinadi. 831-savol. Amaldagi rostchillik qanday bo'ladi? Javob. Alloh taolo yana mundaq degan: Mu'minlarning ichida Allohga bergan ahdini amalga oshirgan nurg'un kishilar bor. Sura Ahzab 23-oyat. Bu oyatning tushish sababi mundaq edi. Sahobalardan Umayr ibn Hammam Badr g'azotida bo'lgan kuni payg'ambar alayhissalomga mundaq dedi: Ya Rasululloh, agar men shu dushmanlarga qarshi jang qilib o'lib ketsam, rostilla jannatga kiramanmi? Payg'ambar alayhissalom uningga: Ha, albatta shundoq bo'lasan deb javob berib, sahobalarga: Turinglar, kengligi osmon va zaminga teng keladigan jannatga kirish uchun jihad qilinglar dedi. Bu vaqtda Umayr poh dedi. Payg'ambar alayhissalom uning qarab: Ey Umayr, sana nima bo'ldi deb so'raydi. Umayr: Ya Rasululloh, men rostilla jannat ahli bo'la olamdiman dedi. Payg'ambar alayhissalom: Sen zodi jannat ahlidinsan dedi. Imom Muslim rivoyat. Buni anglagan Umayr, men bilan jannat o'ttirsida faqat mushu xormal qoldi deginicha qo'lidagi yeyotgan xormini tashlaydi va urush maydoniga kirib ketadi. Oxiri shehidlik sharbatini ichishga noil bo'ladi. Shu munosabat bilan yuqorqi oyat tushadi. Bu hadis yaxshi ishni niyat qilib, maqsadga yetish uchun yetarlik emasligini va yaxshi niyatni amalga oshirish uchun amal qilish, ya'ni ishlash shart ekanligini bayon qilgan. Ikkinchi xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu: Ey Alloh, menga Madina shahrida shehidlikni nasib etgin deb duo qiladi. Albuki Madina Munavvara shahri islom shahri bo'lganlikdan u shaharda jihad bo'lmaydi. Ammo Alloh taolo uning duosini ijobat qilgan bo'lib, Hijriyaning 23-yili Zulhijja oyining 26-kuni, milodiy 644-yili 3-noyabr Abu Lu'lu ismli Ironlik bir majus tarafidan suiqasd bilan shahid qilingan. 832-savol. Rostchilikning martabasi qanday martaba? Javob. Rostchilik martabasi
payg'ambarlik martabasidan keyinli keladigan eng sharafli martabadir. Alloh taolo Qur'oni Karimda kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, rostchillar, shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar deydi. Sura Nisa 69-oyat. Oyatda avval payg'ambarlar, ondan keyinlar rostchillar bayon qilingan. Buningdan ma'lumki, rostchillik payg'ambarlik bilan shahidlik o'ttirisidagi martabadir. 833-savol. Qaysi vaqtda yolg'on aytishga bo'ladi? Javob. Islom ulamolari tuvandagi 3 holatda yolg'on aytishga bo'ladiganligini qarorlashtirgan. Birinchi, urushda yolg'on so'zlashga bo'ladi. Dushmanni ozdirish, xato ma'lumot berish, taktik qo'llanish qatorliq ishlarda yolg'on so'zlashga bo'ladi. Shunga payg'ambar alayhissalom urush degan taktikadir degan. Ikkinchi, bir-biri bilan dushmanlashib qolganlarni aplashtirib qo'yish uchun yolg'on aytishga bo'ladi. Masalan, biri yana birini so'kkan bo'lsa-mu, qarshi tarafga sizning yaxshi gapingizni qildi deb yolg'on aytganga o'xshash. Uchinchi, ayolga yolg'on aytishga bo'ladi. Ammo ayolga yolg'on aytish shu ayolga foydali bo'lgan ishlar doirasi ichida bo'ladi. Masalan, siz dunyodagi eng chiroyli ayolsiz deganga o'xshash. Ayolimga yolg'on aytdim deb uningga xiyonat qilishga, aldashga, ko'zini bo'yashga bo'lmaydi. Chunki bunda qilish cheklangan harom ishlardan sanaladi. Omonat. 834-savol. Omonatning ma'nosi nima? Javob. Omonat islom dinida eng asosli axloqdan sanaladi. Omonatning nima ekanligini hamma yaxshi biladi. Ammo ba'zi kishilar omonat o'z ichiga oladigan ma'nolarning ma'nosini to'liq bilmaganlik yoki uningga ahamiyat bermaganlikdan omonatga nisbiy muomala qiladi. Masalan, birov men omonatga hargiz xiyonat qilmayman, menga qo'yilgan omonatni egasiga vaqtida topshiraman deydi. Bu nihoyat yaxshi. Ammo u omonatning hammasi emas, balki omonatning muomala ishlaridagi turi bas. Omonat so'zi omonat qo'yilgan pul-mol va tovarga o'xshash moddiy narsalarni ifodalagandan boshqa ma'naviy qimmatlarni, shundaqla nurg'unlagan cho'ng ma'nolarni ifodalaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ya ayyuhallazina amanu la takhunalloha va rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun." Ya'ni ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar deb ko'rsatgan. Sura Anfal 27-oyat. Omonatning aksi xiyonatdir. 835-savol. Allohga xiyonat qilish deganning ma'nosi nima? Javob. Allohga xiyonat qilish deganning ma'nosi Allohning amriga agashmaslik, buyurganlarini ado qilmaslik va to'sqanlarni tark etmaslikdir. Allohning amri gadinimizdagi eng cho'ng va eng og'ir omonatlardir. 836-savol. Payg'ambarga xiyonat qilish deganning ma'nosi nima? Javob. Payg'ambarga xiyonat qilish deganning ma'nosi payg'ambar alayhissalomning sunnatlarini o'rganib, uningga agashmaslik va ijro qilmaslikdir. Chunki payg'ambarning sunnatini yashnatish va hayot qaynamlarida uni ijro qilish o'zini Muhammad alayhissalomning ummatidan sanagan har bir musulmonning ustida omonatdir. Payg'ambar alayhissalomning sunnatlari zamonimizgacha mushu yo'l bilan yetib kelgan. 837-savol. Omonatning yo'qolishidan kelib chiqadigan xatarlar qaysilar? Javob. Omonatning yo'qolishidan kelib chiqadigan xatarlarning eng cho'ngi imonsizlikdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh taolo biror bandasini halok qilmoqchi bo'lsa, uningdan hayoni sug'urib oladi. Uningdan hayo sug'urilib ilingandan keyin u har kimning nafratiga va g'azabiga loyiq biri bo'lib qoladi. Ondan uningdan omonat yo'qoladi. Uningdan omonat yo'qolgandan keyin u hamisha xiyonat qiladigan xoinga aylanib qoladi. U xoinga aylangandan keyin uningdan rahim shafqat yo'qoladi. Uningdan rahim shafqat yo'qolgandan keyin u la'natgarga aylanadi. U la'natgarda bo'lgandan keyin iymon uningdan chiqib ketadi. Ibn Majah rivoyat. Bu hadis hozirgi zamon kishilar o'ttirisida o'z ifodasini topmoqda. Sharmi hayodan nisivasi bo'lmaganlardan xiyonat, shafqatsizlik, eng oxirida imonsizlik qatorliq baxtsizliklarning hammasi sodir bo'lmoqda. Chunki insondagi sharmi hayo uning kiyimiga o'xshash bo'lib, hayosi yo'qolgan odam xuddi yalang'och qolganga o'xshash qimmatli narsalarning hammasidan ayrilib qolgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomning
omonatni saqlayamaydigan odamda iymon bo'lmaydi degan so'zi bu mavzuni texim ro'shan yo'ritib bermoqda. Ibn Ahmad rivoyati. 838-savol. Omonatlik bo'lishning qoidasi qandoq? Omonatlik bo'lishning qandoq foydasi bor? Javob. Omonatni ado qilish savobli ish bo'lib, gunohlarning kechirim qilinishiga turtki bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: 5 vaqt namoz, jumadan jumagacha bo'lgan oraliq omonatni ado qilish gunohkorlarning kechirim qilinishi uchun kaforatdir. Ibn Majah rivoyati. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: Sizlar menga 6 ishda kafolat beringlar, men sizlarga jannatni kafolat beraman. So'zlaganda rost so'zlanglar, va'da qilsanglar uningga vafo qilinglar, omonat tutsanglar uni vaqtida ado qilinglar, a'zoyinglarni zinodan saqlanglar, ko'zinglarni haromdan saqlanglar, qo'linglarni yomon ishlardan va haromdan yig'inglar. Imom Ahmad rivoyati. 839-savol. Omonat degan bo'linamdi? Javob. Omonat hargiz bo'linmaydi. Omonat har kimga o'xshash darajada bir xil ijro qilinadi. Omonatni ado qilishda musulmon yoki kofir deb ayrilmaydi. Payg'ambar alayhissalom omonatni egasiga topshirgan, "Sana xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilma" deb ta'lim bergan. Abu Dawud, Tirmizi va Imom Ahmad rivoyati. Bu hadis omonatning bo'linmaydiganligini, ba'zi kishilarga vafo qilib, ba'zi kishilarga xiyonat qilishga bo'lmaydiganligini ifodalaydi. Shuning uchun birovning o'ziga xiyonat qilgan birisiga xiyonat qilish to'g'ri emas. Masalan, birovda sizning 500 yuan naqd pul qarzingiz bo'lib, uni ololmay turgan paytingizda boshqa bir yilqi qarzdor kishiga yetkazib berishingizni topilib, sizga 1000 yuan naqd pulni topshirgan bo'lsa, sizning bu 1000 yuandan 500 yuan pulingizni elib olishingiz xiyonat hisoblanadi. Chunki siz bunda qilish orqali sizga ishonib omonat qo'ygan kishining ishonchisiga va pulning egasiga xiyonat qilgan bo'lasiz. Qarzdordan qarzingizni elishning yo'lliq usuli omonatni egasiga topshirib berib, ondan uningdan qarzingizni so'rashdir. Omonat ana shundoq inchika va nozik narsa. Shuning uchun omonatni saqlaganlar va vaqtida topshirganlar savobga erishadi. 840-savol. Omonatning turlari qaysilar? Javob. İnsanlar orasida eng ko'p tarqalgan mashhur omonat turi pul mol omonati bo'lib, Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: Musulmonning uning tili va qo'li bilan ziyon yetishidan salomat bo'la olgan kishidir. Mo'min insonlar jiniga va mol mulkiga uningdan ziyon zahmat yetishdan omon bo'la olgan kishidir deb ko'rsatgan. Tirmizi, Ibn Majah va Imom Ahmad rivoyat. Bu hadisdan ma'lumki, haqiqiy mu'min odam kishilar mol mulkini va har qanday qimmatli narsasini uningda omonat qo'yishga xotirjam bo'la olgan kishidir. Payg'ambar alayhissalom bu hadisda mu'min kech-kunduz uxlamay ibodat qiladigan yoki ko'p zikr etib, ko'p yig'laydigan kishi degani yo'q. Tabiiyki, kech uxlamay namoz o'qish, ko'p zikr etish zamonimizda nurg'un kishilar qilolmayotgan eng katta ibodatdir. Ammo bu ibodatlar yanada shu kishi bilan cheklanadi. Omonatga ishonchlik bo'lishdan iborat esil axloq bo'lsa, ham shu kishining o'zi uchun, ham umum xalq uchun manfaatli bo'lgan ibodatdir. Shunga Alloh taolo musulmonlarning insonlarga manfaatli bo'lishini bakrak yoqtiradi. Ahvol bundaq ekan, foydasi uni o'rindigan kishining o'zi bilan cheklanadigan ibodatdan, foydasi boshqalarga umum bo'ladigan ibodat o'rindash tarafdan ahamiyatlik, savob jihatdan cho'nqur. Kishilarning nazarida kichik sanalgan cho'ng omonatlar. 841-savol. Kishilarning nazarida kichik sanalgan cho'ng omonatlar qaysilar? Javob. Odat kishilar pul muomalalardagi omonatni ado qilishni muhim bir majburiyat deb to'nisimi, ko'p kishilarning nazaridan saqit bo'lib ketayotgan omonatlarmi ko'p. Masalan, siz bir do'stingizdan bir kitob yoki bir unalg'o yoki sin alg'o lentisiga chog'liq narsalarni oriyat elib turib, uning moddiy qimmatini oddiy sanag'anlikdan uni egasiga vaqt qaralida topshirmasangiz yoki qo'shningizdan bir atal yangi chog'liq narsani o'tni elib, uni kichik sanag'anlikdan qo'shningizga qaytarmasangiz, siz omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Birov sizga bir omonat so'zni topshirib, bu so'zni paloniga yetkazib qo'yishingizni so'ragan bo'lsa, bu so'zni shu kishiga yetkazmasangiz, omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Birovning uy ishiga ruxsatsiz qarash yoki darazasidan va yoki ishining yo'chiqidan marash, birov ishini ochganda sizni kiring demagicha uy ichiga ko'z yugurtish,
cho'ng adabsizlik va ig'ir xiyonatdir. 842 savol. Ilm setim ishlarida omonat qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalomning rostchil tijoratchi qiyomat kunida payg'ambarlar, rostchillar va shehidlar bilan birga bo'ladi degan so'zi ilm setim ishlarini bejirishdagi omonatni ko'rsatadi. Ibn Majah, Imom Ahmad rivoyat. Chunki rostchillik boyada omonatmi bo'ladi. Malning aybini aniq aytib sotgan odam omonatni ado qilganidek, malning aybini yoshirib, olg'uchining ko'zini bo'yab yoki tovarga soxta markalarni choplab sotgan odam xaridorlarga xiyonat qilgan bo'ladi. 843-savol. Ishlagan ishdagi omonat qandoq bo'ladi? Javob. Bir doktorning yana boshqa bir doktorga yaxshichoq bo'lish yuzasidan uningga hojat bo'lmagan kasalni buyurib berishi yoki doktorxonaga ko'p kirim kirgizib berib, boshqalarga yaxshichoq bo'lish uchun oddiy bir og'riq bilan yeniga kelgan kasalni odatda hojat bo'lmaydigan analizlarni elishga buyurishi, remotchining avtomobilning ozroq remoti uchun avtomobil egisini almashtirmasmi bo'ladigan zapchastlarni elishga buyurishi, ishchining o'ziga topshirgan ishni qo'lining uchida qilib qo'yib haq elishi, kadrning o'z vazifasini ado qilmasdan soatga qarab kun o'tkazishi, o'quvchining topshiriqlarni ishlamasdan ko'z bo'yishi yoki imtihonda ko'chirishi, otaning bolalarini adab axloq, iymon insof ichida tarbiyalash vazifasini to'liq ado qilmasligi, muallimning o'quvchilarning qalbiga ilm ma'rifat urug'larini chechishdan iborat muqaddas burchini unutib, ularning umrini va vaqtini zoya qilib o'tishi qatorliq ishlarning hammasi eng chong xiyonatchilikdir. Bu ishlar ko'rinishda bakmi oddiyda ko'ringan bilan gunohi bak ig'irdir. Chunki mundaqlar xoinlardir. 844-savol. Sir saqlashdagi omonat qandoq bo'ladi? Javob. Payg'ambar alayhissalom birov so'z qilib o'tib atrofga qaravatsa, bu so'z omonatdir degan. Ibn Majah, Ibn Ahmad rivoyat. Bu hadisning ma'nosi ikki odam so'zlashib o'tib, bu so'zni anglayotgan uchinchi bir shaxs bor yoki yo'qligidan xotirjam bo'lish uchun ularning biri o'ng so'lga qaravatsa, bu so'z boshqalar anglab qolsa bo'lmaydigan sir bo'lib, omonat so'zga aylanadi. Uni anglash anglag'uvchilarning ustiga omonat bo'lib belgilanadi. Uni bu sir, buni hech kimga demang deyish hojatsiz. 845-savol. Eng chong xiyonat qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Qiyomat kuni Alloh taolaning nazarida eng chong xiyonat o'zining ayolini gapga silib, uning sirini bilib olgandan keyin, uning sirini sirtqa yaygan erning xiyonatidir, deb ko'rsatgan. Imom Muslim rivoyat. Dunyoda shundaq rezil va past insonlar borki, ular boshqalarning ojiz nuqtasini tutib olib, hamisha fursatparazlik bilan jon boqadi. Mundaqlar uchun kishilarning iffat nomusi va yuz obro'yining hech qanday qimmati yo'q. Mundaq insonlar inson turining hayvon darajasidagi rezillari bo'lib, shaxsiy manfaat uchun har qanday odamni setib etishdan ikkilanmaydi. Hatto o'zining hayot sheriki va qo'ynidagi ayolining ojiz nuqtasini tutib olib, uning ba'zi bir ayblarini, xatoliklarni xalq olamga yeb, o'zini va ayolini rasvo qilishdan qo'rqib qolmaydi. Mundaqlar qiyomat kuni Alloh taolo ularning pastkashliklaridan ularga nazar solmasdan va gap so'z qilmasdan do'zaxga tashlaydigan nomussizlardir. 846-savol. Ayolning omonati degan nima? Javob. Ko'p sondagi kishilar ayolni nikohlab olgandan keyin ayolini xuddi yonchug'idagi puldek xohlagancha tasarruf qiladigan o'z mulki deb hisoblaydi. Bu intayin xato tushuncha bo'lib, ayol erning mulki emas, balki u Allohning mulkidir. Ayolni nikohlab elish bilan bu ayol og'uchi erning gadinida omonatga aylanadi. Qiyomat kuni bu er Allohning oldida bu omonatning javobgarligidan so'raladi. Alloh taolo Qur'on Karimdagi va akhazna minkum mithaqan g'aliza, ya'ni ayollar sizlardan mustahkam ahd olgan tursa degan oyatda bu omonatni mustahkam ahd deb atagan. Sura Nisa 21-oyat. Ma'lumki, ayolning eridan olgan mustahkam ahdisi nikohlanish oldida erning uningga umrlik sherik bo'lish haqidagi talabini qabul qilganlikdir. Alloh taolo nikohdan boshqa hech qanday ahdini mustahkam ahda deb sifatlagan emas. Mana bu er ayollik rishtisining naqadar muqaddas ekanligini bilish uchun yetarlikdir. Shundoq muqaddas bir rishtiga xiyonat qilish haqiqatan eng chong xiyonat. Uning gunohi albatta og'irdir.
847-savol. Bolalarning ota-onasiga muomala qilishidagi omonat qaysi? Javob. Bolalarning ota-onasiga qiladigan muomalasidagi omonat ularga xiyonat qilmasligi, ularning ruxsatsiz uydan pul-mol yoki oddiy bir narsani olmasligidir. Garchi olgan narsasi tilga og'uvchiligi yo'q oz miqdordagi narsa bo'lsa-mu, ularning ota-onasining ruxsatsiz elishi xiyonat hamda tadrijalda ko'proq elib, cho'ngroq xiyonat qilishning muqaddimasidir. Qizlarning ota-onasining ruxsatsiz holda yigitlar bilan pash tortishib yurishi, maxfiy joylarda uchrashishi ota-onasiga va ularning ishonchiga qarshi qilingan eng chong xiyonatdir. Qiz agar axloqiy jihatdan buzilishga taraqqiy qilib borsa, xiyonat darajasi oshadi. Uning ota-onasini xalq olam oldida yerga qaratganlik jinoyati ayrim bir xiyonatdir. Shundaqla yigitlarning qizning ota-onasidan maxfiy holda uning bilan uchrashishi xiyonat bo'lganning sirtida kishilarning iffat nomusiga va yuz obro'yiga qarshi ishlangan jinoyatdir. Qiyomat kuni bunda xiyonatlarning so'riqi albatta bo'ladi. Jazosi og'ir albatta. 848-savol. Omonat yana nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Alloh taolo sizga ato qilgan ne'matlarning hammasi sizda omonat bo'lib, ularni sanab bo'lish mumkin emas. Masalan, jon sizda omonat, uni halok qilishga sabab bo'ladigan ishlarni qilsangiz, bu omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Teningizning sog'ligi sizda omonat. Uni asrashga ahamiyat bermasangiz yoki uningga ziyonli narsalarni iste'mol qilsangiz, uningga xiyonat qilgan bo'lasiz. Aql sizda omonat. Aqlni ketkizadigan ichimliklarni yoki zaharli chekimliklarni iste'mol qilsangiz, bu omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Bu omonatga xiyonat qilgan bo'lganingiz. Tilingiz sizda omonat. Uni g'aybat shikoyatlar uchun qo'llansangiz, uningga xiyonat qilgan bo'lasiz. Chunki tilni Alloh taolo yaxshi so'z qilish uchun yaratgan. Bolalaringiz sizda eng chong omonat. Ularni yaxshi tarbiyalamasdan o'z oldiga qo'yib etsangiz, bu omonatga xiyonat qilgan bo'lganingiz. Bolalarni chiroyli kiyindirib, qo'rsiqini yaxshi to'yg'izib, ko'yinib boqqaningiz hisob emas. Chunki it mushuklarmi bolalarni boqadi, ularga ko'yinib bag'riga bosadi. Bilimingiz sizda omonat. O'rgangan bilimingizni dinga, xalqqa va vatanga foydali ishlar uchun qo'llanmasangiz, bu omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Kasbingiz yoki xizmatingiz sizda omonat. Uni qaytarqinib qilmasangiz, ko'z bo'yamchilik qilsangiz, omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Mansibingiz sizda omonat. Mansabni suiiste'mol qilib, shaxsiy manfaatingiz uchun qo'llansangiz, omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Pul melingiz sizda omonat. Alloh taolo ato qilgan pul molni harom yo'llarga qo'llansangiz yoki uning zakotini bermasangiz, uningga xiyonat qilgan bo'lasiz. Demak, Alloh taolo sizga ato qilganlarning hammasi sizda omonat. Alloh taolo bu ne'matlardan cho'qim savol so'roq qiladi. Qanday ishlatganligingizdan hisob oladi. Qur'on Karimdagi "Summa latus'alunna yawma idin anin na'im", ya'ni ondan dunyoda sizlarga berilgan ne'matlardan savol so'roq qilinsizlar degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. Sura Takassur 8-oyat. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qiyomat maydoniga bandining qadami qo'yilgan amon 4 narsadan so'raladi. Umrini nima bilan o'tkazganligidan, yoshligini nima bilan o'tkazganligidan, pul molni nadin tepib naga ishlatganligidan, o'rgangan ilmi bilan qandoq ishlarni qilganligidan. Imom Tirmiziy rivoyat. 849-savol. Dinni yetkazishdagi omonat qaysi? Javob. Alloh taolaning dinini insonlar orasida tashviq qilish, onunğa chaqirish har qanday bir musulmon uchun farzdir. Xususan o'limalar uchun uningdan bosh tortib bo'lolmaydigan muhim majburiyatdir. Har qanday bir musulmon islom dinidan mas'uldir. Payg'ambar alayhissalom mendan bir oyat bo'lsa-mu kishilarga yetkazinglar deb buyurgan. Imom Tirmiziy, Imom Ahmad rivoyati. Kishilarni yaxshi ishlarga chaqirib, yomon ishlardan to'sish ilgirki samoviy Allohdan kelgan dinlarning hech qaysida to'liq ma'nida ifodasini topolmagan. Faqat islom ummatida to'liqi bilan ifodalanib kelmoqda. Shunga kishilarni yaxshi ishlarga chaqirib, yomon ishlardan to'sish islom ummatining birdan bir xislatidir. Alloh taolo islom ummatining xislatini maqtab mundaq degan: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna 'anil munkari va tu'minuna billahi." Ya'ni ey Muhammad ummati, sizlar insonlarning manfaati uchun o'tirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etgan eng yaxshi ummatsizlar.
Ali İmran surasi 110-oyat. Kishilarni islomga da'vat qilish, uningga yetaklash, uning go'zalliklarini va afzalliklarini kishilarga ko'rsatish har bir musulmon uchun cho'ng omonatdir. 850-savol. Musulmonlar bu diniy omonatni qanday ado qiladi? Javob. Musulmonlar kishilarni so'zi va amaliyati bilan yetaklash orqali bu omonatning huddasidan chiqa oladi. Kishilarni dinga da'vat qilish eg'iz bilan bo'ladi. Deguvchilar xatolashganlardir. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom kishilarni dinga chaqirishda nutq so'zlash, tabliq qilish va nasihat qilish bilan cheklanib qolgan emas. Balki u o'zi da'vat qilayotgan dinni amaliy hayotida to'liq bilan ko'rsatgan. Payg'ambar alayhissalomning payg'ambarlik qilgan 23 yillik shonliq hayoti buningga guvohdir. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarni qandoqli bir ishga buyursa, avval uni o'zi qilib ko'rsatdi. Ularni qandoqli bir ishdan to'ssa, avval o'zi uningdan qo'l yig'atdi. Chunki payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning: "Ey Muhammad, oilangdagilarni, ya'ni jimi ummatingni namozga buyurgin. O'zingmi uni ado qilishda chidamliq bo'lgin" deb buyurgan ulug'vor prinsipi bo'yicha ish ko'ratdi. Sura Taha 132-oyat. Alloh taolaning bu oyatda payg'ambar alayhissalomni boshqalarga namozda boshlamchi bo'lishga buyurishi, uning butun ishlarda shundoq boshlamchi bo'lishini taqozo qiladi. Bu oyat yana payg'ambarning ummati bo'lgan butun musulmonlarning, xususan payg'ambarlarning varislari bo'lgan ulamolarning yaxshi ishlarni qilishda, yomon ishlardan qo'l uzishda kishilarga boshlamchi bo'lishi lozimligini taqozo qiladi. Islom dini bu usul bilan tarqalgan. Islom dinining arab yarim oralidan olqib, har xil millatlar va davlatlargacha berib tarqalishi va har millat kishilarining qalbida mustahkam o'rin elishiga turtki bo'lgan omillarning eng cho'ngi islom da'vatchilarining go'zal axloqi, amaliyatchanligi, so'zi bilan harakatining birdek bo'lganligi edi. Islom dinining Osiyo qit'asida keng o'rin elishining sababimi islom dinini tarqatgan savdo karvonlarining haqqoniyligi va esil fazilatlari bilan kishilarni qoyil qilganligi edi. Islom dinining Uyg'urlar orasida yiltiz tortishimi shundoq bo'lgan. Sutqubug'ra xonning musulmon bo'lganligi qissasi buning jonliq misoli.